Qariyb 2 oy davomida Farg'ona viloyatining barcha shahar tumanlaridagi futbol maydonlari sportsevarlar bilan gavjum bo'ldi. Mahalla yoshlarining iqtidor va imkoniyatini yuzaga chiqarayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasi bu gal ham mahalla yoshlari orasidan yangi nomlarni kashf etdi. Tog'oldi hududlarida joylashgan Farg'ona tumanida ham o'tkazilgan ushbu musobaqada 70 dan ziyod mahalla fuqarolar yig'inlarining futbolsevar o'g'il-qizlar ishtirok etishib, g'oliblikka munosib da'vogar ekanliklarini amalda ko'rsatishdi. 300 dan ortiq o'yinlar o'tkazildi. Bundan tashqari butun tumanimiz yoshlarini 6000 dan oshiq qamrab olindi bugungi sport tadbirlarida. Bu kabi musobaqalar ishtirokchilarning o'rtasida bir-biriga bo'lgan vatanparvarligini, bir-biriga bo'lgan mehrini va yurtimizga bo'lgan muhabbatini oshiradi. Yakuniy natijalarga ko'ra, qizlar o'rtasidagi mini futbol bahslarida Qo'rg'ontepa mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. O'g'il bolalar orasidagi bellashuvlarda esa Sharq haqiqati mahallasi futbolchilari mini futbol bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Yoyilma jamoasi esa futbol musobaqasining chempioniga aylandi. G'olib va sovrindorlarni tantanali tarzda taqdirlash marosimi tashkil etildi. Unda chempion yoshlar va ularning ota-onalari, sportsevarlar ishtirok etishdi. Kuchli uchlikdan joy olgan mahalla yoshlariga maxsus kubok, diplom, medallar va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Namoyish qilingan konsert dasturi barchaga bayramona kayfiyatni hadya etdi.